Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun yana Excel fayl printerda chiqarish bo'limimizning, ya'ni 3-mavzusi chegara maydonlari margin yoki margin deb eshitishingiz mumkin. Ko'pchilik margin inglizcha so'z, chegara maydonlari margin deylik. Shularni ko'rib chiqamiz. Chegara maydonlari degan nomidan o'zi ma'lum bo'lib turibdiki, hop, turgan listimizni pechatga beradigan bo'lsak, har bitta listi chegaralari, ya'ni bu marginni ko'rsatishi mana ushbu joyda показать polya. Polya deydigan bo'lsak, dasturlashda boshqada ham bor, chekkadagi o'lchamlar, o'lchamlar, mana shu chegaralar margin deyiladigan bo'lsa, hop, chegara maydonlari va polyasi desak ham bo'laveradi. Hop, ushbu tugmaga bosish orqali mana po razmer stranisi turgan holatda biz bu ko'rmashimiz mumkin yoki bunga bosib qo'yadigan bo'lsak, показать polyaga bossak, показать polyaga bir marta bossak, bu ko'rinadi, bir marta bossak o'chadi. Bir ko'ringan holatda biz buni sozlaymiz. Qanday sozlashar ekan deydi, ya'ni har xil usullar bor. Ushbu joylarga markazlashtirish, boshqa qilish, joy ajratish uchun, misol uchun ustavka yoki Ctrl plus tugmasini bosish orqali ham bittadan maydon ajratishingiz mumkin. Belgiladim. Ctrl plusni bossam maydon ajratadi. Ctrl minusni bossam maydon o'chiradi. Excel'da shunday klaviaturada ishlash funksiyalarini o'rganib ketish kerak. Xo'p, demak, jadvalimizni o'rtaga markazlashtirish uchun bittasi faylni qiyin usullarda tepaga pastga joy ajratish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi polya orqali, mana polyani bosamiz. Polya orqali ma'lumotlarni o'rtaga, pastroqqa yoki yana ham pastga olishimiz mumkin. Bundan tashqari Worddan ham ishlaganlar ko'pchilik biladi. Polyalar, ya'ni standart polya, mana последний nasrga. Bu yerda polya turlari bor. Bu yerda mana keyingi darslarda ham yana ko'rib o'tamiz. Asosiysi обычный rejim mana shu 198 ga 178 0.76 mana shu o'lcham обычный. Bu mana широкий, o'ta surib olgan. Последний значение узкий, o'ta chekkalari bilan mana uch chekkalar bilan joylashgan bunaqa usul. Bundan tashqari parametr stranisi orqali ham biz mana polyaga o'tamiz. Polyaga o'tib shu joyda mana qancha santimetr 0.6 mana. Bu tomonga 0.6, bu tomonga 1.9, bu tomonga 0.6, bu tomonga 1.9 holatda turibdik, ya'ni uni keyingi kattalashtirish orqali bu yoqqa ma'lumotlarimizni surib olishimiz mumkin. Shunday holatlarda mana o'kayga bosam bu yoqqa surilib qolyapti. Asha, demak bugungi mavzuyimiz chegara maydonlari marginlarni o'zgartirish. Xo'p, turgan listga просмотреть pechatga bosish. Bu ko'rinmaydigan bo'lsa, siz bu показать polyaga bosib olasiz, bir marta ko'rinadi va siz o'lchamlarni listlaringizni eng chekka o'lchamlarigacha chiqarishingiz uchun Excel'da shunchalik mana ma'lumotlarni surib kelishingiz kerak. Ma'lumotlar shunday surib kelish orqali butun listga to'liq holatda jadvalni chiqarishingiz mumkin. Yoki bu yerdan обычный holatga, boshqa holatga keltirib olishingiz ham mumkin. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimizni yakunlaymiz. Keyingi mavzularda